Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Dünya Uyghur Kurultayı 15 iyun gününe Xalqaro Uyghur ana til kuni qilib bekitilgan yillardan buyon her yili bu günni muvajahat xalqimiz bilan birga o'xshash bo'lmagan shaklda qutlab kelgan edik. Afsuski, dunyoga tarqalib yuz minglagan insonlarning hayotiga zomin bo'lgan Xitoy vabosi tufayli maktablar taqoq, o'quvchilarimiz uylarga qamalib qolganlik sebebinden bu yıl ana tilimizge ait faaliyetlerini ötküzüp Xalqaro Uyghur ana til gününe dağdığılık hatırlaş imkaniyetimiz bulmadı. Ama bu hatır gününü hergiz unutmayımız. Hem de yıldan yılga yaxşı ötküzüşke davamlı tirişimiz ve bu bizden bir milli mecburiyetimiz. Xitay hakimiyetinin Şarkı Türkistan'da yetip beriyotgan assimilasiya siyasının baş sayfasida Uyg'urlarning ana tilini yo'qotish tunji muhim kun tartib bo'lib ijro qilib kelmoqda. Uyg'ur ana tili 2012 yildan buyon vatanimizda asosiy ma'rif sohasidan siqib chiqarilishga boshlab, bugungi kunga kelganda iste'moldan qolgan bir til holiga tushib qoldi. Xitoy mustabidlari Uyg'ur millati ustidan yurgizayotgan etnik qirg'inchilikni to'liq g'alabaga erishtirish uchun ishni oldi bilan bu millatning tilini, dinini, medeniyetini yo'qotishdan başladı. Şunisi hemmek ayan ki tilden, diniden, medeniyetinden ayrılgan bütkil insan hak hukukundan tamamen mahrum kılıngan müstemlik bir milletinin öz mevcutluğunu saklap kalışı, kaytıdan kat götürüşü ve ahırda özünün azat vatanını kuruşu intayın kıyım buludu. Vatanlı halkımız bu imkaniyetlerden mahrum buluvatkan iken biz muhaciretteki Uyg'urlarning zimmasiga o'z kimligimizga texmi sadoqat bildirish bo'lib moldi bilan Uyg'urlarni asrlardan buyon millat sifatida yetishtirib kelgan ana tilimizga sodiq bo'lish va uni qo'g'dash vazifasi tushidi. Shunga imkoniyatimiz yer bergan doirada har yili Xalqaro Uyg'ur ana til kunini xotirlashimiz va bu xotirlash faoliyatlarini toki mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyeti dunyoga kelgan qadar davamlaştırışımız bir milli mecburiyetimiz. Bunu muşu şekilde his qilishimiz kerak. Bu yıl Xalqaro Uyg'ur ana til kunini xotirlayolmagan bo'lsakmi, bu kun munosabati bilan hammalarning Uyg'ur ana til kuniga muborak bo'lsin deyman. Ana til kunimizni qalbimizda, dilimizda va oilamizda tabriklashga chaqiraman. Kelajakda muşu til bilan qurilgan Uyg'urning hör davlatiga bütün vatandaşlarımızın ümit bilan qarashini tavsiya qilaman. Uyg'ur va Uyg'ur tili yo'qolmasin, yo'qolmasdir. Uyg'ur ana tili mangu qalbimizda va kundalik hayotimizda yashaydi.